Assalomu alaykum. Sizlarga bugun assorti taomini qilishni o'rgataman. Birinchi bo'lib tovuq oyoqchalarini tuz bilan yaxshilab aralashtirib, qo'lda hamma joyiga tuz kirishi shart. Aralashtirib, ustini tarelka bilan yopib, xolodilnikka yarim kunga olib qo'yamiz. Va piyoz, guruch, tuxum, qiyma kerak bo'ladi tifteliga. Ikkita piyozni mayda qilib to'g'rab, guruchni yarim piyla guruch, bir dona tuxum solib, tuz solib, zira solib, yaxshilab aralashtirib, bo'lgach, yaxshilab qo'lda aralashtirib bo'lgach, tiftel holiga keltiramiz. Mana tiftellarimiz tayyor. Keyin tok bargini olib, unga ham qiyma solib, har bittasini chiroyli qilib tugiladi. Kartoshkalarimizni artib, bunaqa figurniy pichoqda chiroyli qilib to'rga bo'lib to'g'raymiz kartoshkalarimizni va qizib turgan yog'da qovuriladi. Kartoshka yog'iga solishdan oldin yaxshilab tuzlab, keyin qovuriladi. Tillarang holatga kelgach, kartoshkalarimizni olib, bu yoqda sardi tayyorlab, sardiga yog', piyoz, tomat qovurib, suv solib, toklarimizni, sivchillarimizni, kartoshkalarimizni solib, ustiga zira sepib, mana qolgan kartoshkalarimizni ham taxlab oldik. Zira sepib, qopqog'ini yopib, 1 soat davomida qozonda olovni past qilib pishirib olinadi va tovuq oyoqchalarimizni olib, mayonez, Maxeyev mayonezidan foydalanaman. Mana mayonezga ustiga paprika solib aralashtirib, tovuq oyoqchalarini ustiga yaxshilab surib, duxovkaga 1,5 soatga duxovkaga qo'yib pishirib olamiz. Keyin pishgach, tarelkaga chiroyli qilib tovuq oyoqchalarimizni, kartoshkalarimizni, yoniga tiftellarimizni, toklarimizni terib, ustiga pomidor, bodring bilan bezak qilib, chiroyli qilib dasturxonga mehmonlarga tortiladi. Yoqimli ishtaha.